O'g'irlab kelganmiz. Yo'q. Ne videoga tushmaysiz? Yo, ikkalovini 25 ga olgan bo'lsang 50 ga sotishga uyalyapsan. Bozorda mol olsam, ani videoda ko'rib aytishadi, siz deydi, olib sotadigan boladan oladi, dehqondan oling deydi, arzonroq beradi, deyapti-da. Men aytaman, bozor 99% mol olib sotadiganlar-da. Dehqon bo'lsa ham bitta men shu yerda dehqon. Shu Akrom sani qo'lingda mol katta ko'rinaveradi-da. Men qo'ling bo'lsa kichkina mol bo'lib qoladi. Buni qorni katta-da. Yemda turgan, bu yemi yonida turgan, aka. Bor bunga. Joylarga ehtiyot bo'lish kerak. Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar. Mana bugun yangi yo'l bozoriga keldik. Bugun chorshanba. Bugungi narx-navolarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa, nimasi nech pul bo'lyapti, oyoqda nech pul, tarozga nech pul, hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Ketdik, boshladik. Mana shu Sirojida mana shu buqani oldik. Buqa 30 million 600 ga baraka bo'ldi. 513 ta keldi tarozga. Ot qorin shirasi ham yaxshi ekan. Yaxshi mol bo'ldi. 50 so'rayapmiz aka. Nech pul qildi narx, aka? Narx 40 million ustida bo'ldi. Ajazma so'radi. Tarozga nech pul? Tarozga 66 so'radi endi. Lekin jonivor juda qalin narsa ekan. Yo, zo'r, yaxshi so'radi. Orqasini ko'rsatgan juda filagan o'zi ham jonivor. 500 690 Ha. Umid bu sotildimi? Nech puldan berding? 36 million bo'pti bu. 1 yosh 2 oylik ekan jonivor. Ha, urug'dan qochirishgan ekan. Mana bu ukalarimiz olishibdi. Angusdan qochirgan ekanlar, buni ko'ruvdim, egasi bilan gaplashgan edim. Juda katta narsa. Ozginasi ham 600 kilo keldi. Buni nech pul deyapsiz buni? O'shanga 36, bozor nima qildi? 33 gacha savdo qilyapti. Bermadingizmi? To'los chiqqanmi? Yo'q, chiqmagan. Zo'r ekan. Savdosini bersin, soting. O'zini sigirim bolasi. Bu nech pul ekan ukam bu Greyfurt? 35. 30 millionga bermabdilar bu Greyfurtni. Xudo bozoringizni bersin. Akbar nima bo'ldi? Nech pul bo'lsa berasan? 28 ga berasan. Ha, tortmagan-sana? So'rab ko'ryapman, ber 28 ga. 30 dan kami yo'qmi? Endi sizga hurmatingiz bor. Bozorda mol olsam, ani videoda ko'rib aytishadi, siz deydi, olib sotadigan boladan oladi, dehqondan oling deydi, arzonroq beradi, deyapti-da. Men aytaman, bozor 99% mol olib sotadiganlar-da. Dehqon bo'lsa ham bitta men shu yerda dehqon. Boshqa dehqon yo'q, mana har videoda ko'rishadi-ku, faqat shu rostdan ham yo'q-da. Dehqonni vaqti ham olib chiqishga. Bozoring bersin. Sunnat nech pul olsan? Yaxshi bolaga kechibdi, mana shunaqasini so'yuvdi. Rasa kevordi toshiga boru. Ha, moshni keldi. Nech pul ekan? Ishtasi 62 bo'ldi aka. Ha, oldingmi? To'los tortmadingmi? Mana buni ko'rsat. Buni olishibdi, zo'r bo'lgan. Ikkitasi 62 bo'pti, olish sherigini olib kelgan. Mol zo'r kechibdi, so'yganimiz mana shunaqa mol edi, toshiga qattiq kevordi. Akbar bunisi nech pul bu qora? Nech pul? Kami nech pul? 30 mi? Bozor nima qildi? Tarozga 60 so'radi. Bermadingmi 60? 60 dan bermayapti. 61 bo'lsa berib yuborasan-a? Bozoringni bersin. Ashi buqani 27 ga bermayaptilar. 468 ta kelibdi jonivor. Shu yerda tortdingizmi aka? Kamiga bersangiz olib ketardi u. 27 dan usti bo'lsa, ha, bozoringizni bersin. Yaxshi mol ekan. Bu nech pul ekan oq? Assalomu alaykum. Bozor nima qildi? 24. Tortmadingizmi? Nechta? 80. 24 ga bermayaptilar. Bu 28 kami bor. Kami nech pul? Sizda Tortdingizmi? tortilgan. Nechta keldi? 417 ta keldi. 24 8 deyapsizmi? Ha. Sizga yaxshi.
60dan tortib bering, 25 million pul bo'lyapti. Mana oling shu 25 million. Mana hisoblayvering. 417 mi? Torting tarozga. Ketdi mana oling. 60danmi? Qo'yamiz nechta chiqsa olamiz. 4,5 ga bering oldim. Yo'q ustiga. Bu bozor. So'raveraman olib ket. Jim tursangiz 26 ham qilaman. Sizni birdan anaqa qiladi. 8 ga. Buni ham kaparadan bersangiz ketdi. Yo'q, Danovoy bu lekin. Nima farqi? Buni qonni katta-da. Ya bu Yemda turgan, bu yemi yonida turgan aka. Bormi? yem deb turgan. Ya hali kelasi. chiqqaniga oling unda 60 dan ketdi. Balki o'sha 50 ming 100 ming kam bo'lib qolar. 61 ming ketdi. Ya 61 dan 62 degan uyaldi. Ya, Agar ustiga. uyalmang, aka. Shu 20 yildan beri bor dedingiz, hali ham uyalasangiz. O'zingiz o'rgatdingiz bu gaplarni. Uyalmang. Bering. Aka chiqqaniga oling, 1-2 kilo aytsa qilar. Ikrom aka, yomon etmadi u. Baraka deng, olib ketaylik, vaqt ketmasin. Vaqt ketma, tez mol olish kerak. Mana mol olishim kerak, qolib ketdim, turib qoldim, ha. Bering. Aytaymi? O'sha jasur gapi 600 bo'ldi, oling. Mana shu bolalar qo'shib tashlashdi, men bitsin deb oldim, bo'ldi. Allohu akbar. Mana Sirojiddin 24 million 700 ga baraka bo'ldi. Qozoni moli ekan, 417 ta kelibdi. Kalta oyoq polvon narsa ekan. 17 ta. Kam emas, o'zim tortib keldim. O'zingiz ko'rgan bo'lsangiz bo'ldi. Bu nech pul ekan? 24 ga bermabdi bu ukamiz. Ozgina qo'shsa berasan-da. Barakasini bersin. Bu qora nech pul ekan qora? 26 kami bor. 26 kami bor. Bozor nima qildi? Bermadingmi? To'ros tortmayapmisan? Zo'r buqaygana. Barakasini bersin. 23 mi mo'jal? O'g'irlab kelganmisan? Yo'q. Ne videoga tushmayapsan? Halol bo'lsa nima bo'lib? Tushir. Yo, ikkalovini 25 ga olgan bo'lsang 50 ga sotishga uyalyapsan. Yo'q, hamma egasi ko'rib qoladi. yo'q, hamma videodan qochadi-yu. Yo'q, o'g'irlab kelgan bo'ladi, yo'q, teng yarmi guruh kelgan bo'ladi-da. Bozoringni bersin. Nech pul ekan shu qora? Sotildi qora. Nech pul ketdi? 25 ga. 25 ga sotilibdi. Yaxshi bo'pti 25 ga. To'ros chiqqanmi? Yaxshi bo'pti, ham badani ham zo'r ekan. Kim oldi ekan? Arzon bo'pti 25 ga. Shu Akrom sani qo'lingdan mol katta ko'rinaveradi-da. Men qo'limga olsam kichkina mol bo'lib qoladi. 30 so'rayapsanmi? Nech pul bo'lsa berasan? 27 bering ona. Mo'jal 25 mi? 26,5. 26,5 ga bermayotgan ekan. Pramoy daladan keldimi? Savdoyini bersin. 27 dan. Bular bozor nima qildi? 47 qotdi. Ikkalovini 22,5 ga bermabdi. 25 so'rayapti. Yaxshi go'shtdor mol ekan, zo'r ekan. Jonivor 65 mingdan tarozga bermabdi. Mana bunisi pishib qopti o'zi. Mana bunisi sal ochiqroq ekan, 65 dan tarozga bermadi. Juda mo'shli narsalar ekan. Mollar zo'r lekin. Asha ko'pchilik mol boqayotganda bilmaydi, mana bunaqa quloqini orqasini mana bunaqa arqon kesib qiyib qo'yadi-da, oldidan ko'pchilik boqaveradi, orqa ko'rmaydi. Mana shu qilib qo'ygani, mana shu yomon, mana shu quloqini orqasini kesib, arqon bitib ham qoladi qilib qo'yadi. Mana shu joylarga ehtiyot bo'lish kerak. 64 mingdan tarozga berishibdi. Mol ham zo'r ekan, ko'rsatgan. Ha. 600 nechta keldi-da? 690 ta dedimi? Ha, 669 ta keldi. Juda qalin narsa ekan, 64 dan zo'r bo'pti. Olgan ham, sotgan ham baraka topsin. Mol zo'r ekan. Siz oldingizmi? Ya zo'r mol ekan lekin. Bog'da nech pul bo'ldi bilmadingiz? 40 million 500 ga savdo bo'lib turgan ekan, endi nech pul bo'pti bilmadim. 40 million 500 ga bermayotgan ekan. Yaxshi buqa ekan jonivor. Mana shu buqani 62 ming tarozga qilishyapti. Egasi bermayapti. Mol zo'r ekan. Kalta oyoq uzun narsa ekan jonivor. Mana shu ham yaxshi narsa ekan. Semitalga chatishgan buqa bo'lsa kerak jonivor. Yaxshi buqa ekan. Pullos.
63 deyapman. Tarozgami? Oyog'idachi? Buni sheriklarni topdim, 64 ni Akram aka oldi. 64 dan deysizmi? Endi sheriklar bunaqa bo'lmagandir-da. Sal bundaroq edi. Oyog'ida necha pul so'rayapsiz? Oyoqda 30 deyapman. 30 million so'rayotgan ekanlar, oyog'ida qimmatda, taroziga 63 bo'lsa sotaman deyaptilar. Bozoringizni bersin. Bu ola kimdan ekan? 67 danmi? 67 dan deysizmi? Zo'r sotilibdi, 67 dan taroziga. Nechta keldi? Bilmadingizmi nechta keldi? 67 dan bu bular. Ha, bu ola ham, manmi ham. Ha. Nargilar 61 dan sotdi. Bularni o'tgan bozor 61 million qiluvdim ikkalovini o'zim. Ha, hozir 61 dan sotib taroziga. O'tgan safar 61 million oyog'ida qiluvdi, deyman shu mollarni. Hasan Husanlar. Baraka topsin sotgan odam ham. 28 yarim yaxshi qilibdi, yo tortganmiz. Tortdimmi? Nechta 410 ta bormi? 450. Bu zo'r kelyapti-yu. 453 ta kelgan bo'lsa, jonivor qalin narsa ekanda. Bozoringizni bersin, yaxshi mol ekan. Nech pulga berding qolam? 3500 dan ketdi. Buni 28 ga ber, olib ketay. Ko'r mayli. Ya mol ko'rinib turibdi, mol yaxshi. Egasi taroziga 63 dan so'rayotgan ekan mana shu qora buqani. Ya o'zi bular aka bo'yi baland mol bo'lmaydi, bular. O'zi kalta baqa bo'ladi, zot shunaqa bo'ladi. Mana bular ot bo'lib ketadi, aka. Bularligini Buni galishting, ha. Bular o'zi bunaqa bo'yi katta bo'lmaydi, bularni. Pakana baqaloq bo'ladi. Taroz tortganmisiz? Qo'yilgan ekan. Nechta gap? 550 nechtaga? Sherigini? Mana bizda sherig bitta ko'ring-da. Zo'r narsa-da. Bir joyda nech pul? O'zini nima qilyapti o'zini? 33. Bermadingmi? 33 ga bitmayotgan ekan. Zo'r mol ekan.